Navbatdagi xaridimiz bilan kech bo'lishini qaramasdan ajoyib narsa tanladilar klientimiz. Karavan zavodidan eng hadoyi narsa, trenddagi narsamiz qop-qora yuzuklari. Ala narsa. Ayni mijozimiz hamisha zo'r narsalarni oladilar. 750 provalar, soatlar. Omad ishlarga singib, to'ylarga taqish nasib etsin. Navbatdagi xaridimiz shunday zo'r 70 santimetr uzunluğu. Ajoyib Fazona degan italyanskiy zolotimiz sotilyapti. 11,5 gram bassetan xushroy, chiroyli turadi. Klientimiz doimiy mijozimiz. Nom zo'rlanib Allohim xushroy narsa olamiz. Navbatdagi xaridimiz shunday zo'r. Aşıları yanı bir 750 provamız oldu. Bakinski 750 prova 14-56 gram çıkardı. Narxlarını kelishtirilgan narx taqib berdik. Arzon qilib sestramiz doimiy mijozimiz. Rahmat. Kelishtirib berdi. Hamma ishlarga omad. Zo'r narsalar oldi. Uni ham zo'rlanib taqish nasib etsin. Omad. Taşları bak yine babur. Dinar ağanın komplektining yonib yotdi, karatlarni qarang. Ajoyib narsa. Men shu korobka, xushroq korobkaga solib olib beraman buni. Ya o'zing berasanmi? Navbatdagi xaridimiz shunday gurmet brasletimiz bo'ldi. 28 gramlik letoy varianti. Xushroq korobkalarga sotib beryapmiz. 16,5 gramligimiz da'vatırlar. Afali singillar. Ava bu ne için deganda bu birov kichkinaroq bo'lgandan keyin kichkinaroq korobkaga solib berib xafa bo'lmaysiz. Buni gram ko'p bo'lganga ulug'roq korobkaga soldik. Xudoyim ava Goharapaniki eng yaxshi ajoyib narsa oldilar. 28 gramlik gurmet. Muhabbat opam to'ylarga taqish nasib etsin, omadlaring bersin. Navbatdagi xaridimiz shunday italyanskiy sipochkamiz bilan ziragini otarlar. Yana bu zo'r qo'shma narsamiz. Uzunligi 62 santimetr. Ajoyib narsa oldilar. Ishlanishlarini bichli narsa. To'ylarga tag'in. Tekachi qizimiz qo'shib bo'lsin. Yana omad. To'ylarga tag'inlar. Ajoyib narsa oldingiz.